Mening qaynotam. 10-qism. Choy mazaliga o'xshaydi. O'tiringlar. Xo'sh. Dada choy. Rahmat bo'lim. Dadajon, Eshitaman. akamni sizda gapi bor ekan. Gapi bor ekan? Juda muhim gapi bor ekan. Qani gapirchi? O bola, boshingni ko'tarib gapirsang-chi. Gapir. Dadajon, men hozir gapirmasam, ertaga kech bo'lishi mumkin. Qani gapirchi? Men ko'p o'yladim. Hamma tomonini o'yladim. Biz tezroq to'yni qaytaraylik. Men u qizga uylanmayman. Sen nima deding? Meni qarorim qat'iy. Qarorim qat'iy? Bu nima degan gap? Sen o'zi odammisan yoki yo'qmi? To'y belgilangan. Mehmonlar chaqirib qo'yilgan. Tushunyapsanmi yo'qmi? Tinchlaning dadasi. Tinchlaning. Sen o'zi qanaqa bolasan, ha? Xalq qarab turibdi. To'y bo'ladi. Sen o'zi nima deyotganingni tushunyapsanmi? Nokas, noinsof. Xudo haqqi, senday farzandim borligidan or qilaman. Potaringga la'nat. Bor yo'qol, to'r yo'qol. Uylanasan. Majburlab bo'lsa ham uylantiramiz. To'y bo'ladi. Boshqa gap yo'q. Tinchgina ovqatini ham yegani qo'ymadingiz. O'g'lim, siqilma jonim bolam. Nima uchun u qizga uylanishni xohlamayapsan bolam? Aytchi. Sevganim bor. Sevganim bor? Uni unut. Dadayning ahvolini ko'rding. O'ylama u haqda. Nega oldinroq aytmagan eding? Ha, bolam. Men boshida hammasini hazil deb o'ylagan edim. O'ylagandimki, Haytalini qiziga senga uylanmayman deb aytsam, u to'yni qaytaradi deb o'yladim. Dadamni ko'rdingiz, gapni eshitmaydi. Yo'q, o'g'lim, unut bularni hammasini. Bolalikdagi sevgi o'tib ketadi. Bolam, hali o'sha qizga uylansang, hayotlaring hammasi yaxshi bo'ladi. U qiz ham juda aqlli. Siqilmagin, xo'pmi jonim bolam, tushundingmi? Zaykajon, akasini Zaykajoni. O'zi bittada meni Zaykam, bitta. Akamga o'xshab bittaman-da. Nima deyapsan, jigar? Ha, qo'ymi? U qo'yi og'aynilarim singlimni to'yini eshitib, to'yona deb olib kelishibdi. Nasib qilsa to'ygacha yana bo'ladi. Xullas, oshingni o'tkazib beramiz. O'sha kuni qassob aytib o'tirmagin, bo'ptimi? Men o'zim hammasini so'yib tinchitib beraman. Tyo'cha Husni, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling.
Ha, Haytalijon, tuzalib qoldingmi? Keldimi? Zvuking chiqdimi? Ha. Haliyam bezuvchni ekan-ku bu. Yaxshi bo'lyapti. Biroz vaqt kerak, tyo'tya Husni. Vaqt kerak. Mayli. Chiqib qoladi zvuki. Mayli, abujon. Ha. Men tuxum uchun kelgandim. Nima uchun? Tuxum. Tuxum uchun? Ha, ellik deb kelishganmiz-ku. Ha. Qora xo'rozmi? Ha. Ha. Qora xo'roz. Qora xo'rozni mazasi yo'q. Nima bo'ldi? Qora xo'rozni testosteroni pasayib ketibdi shekilli. Tushunmadim. Nima deding? Qora xo'roz shamollagan. Mazasi yo'q. Tavba. Xo'roz ham shamollarkanmi? Ha, sog'ligi oshibdi. Shoh borku, shoha. Sinfdoshim. Ha. Shomurod aytdiki, ozroq sog'ligi oshibdi. Buni davolash kerak dedi. Endi hamma dorisini olganman. Hozir davolanyapti. Shuning uchun tuxum bo'lmayapti. Tyo'tya Husni. Bir dona ham yo'qmi? Tyo'tya Husni. Axir xo'roz o'zini ishini qilmasa, tuxum qayerdan bo'lsin? Qayerdan tuxum bo'lsin? Shuni ayting menga. Mana Haytalini, OAJsini ahvolini qarang. Bir ahvol bo'yotibdi. Ha, qaraq qilib shu ahvolda soliq topshiradi axir. Ha? Davolanishi qachon tugaydi? Davolanish 1-2 kunga cho'ziladi. To'ydan keyin yaxshi bo'lib qolsa kerak. Keyin tuxum bo'ladi, xudo xolasa. Ishoning, hammasi zo'r bo'ladi. Xo'p, mayli. Ha, o'tirmaysizmi? Choy ichardik, qayerga shoshilyapsiz? Yo'q, men keyin kelarman. Ha, o'tiring, Keyin choy kelarman. qilamiz. He. Tyo'tya Husni, mana shunday sabrazit qilish kerak. Hamma ishni joyida sabrazit qilish kerak. Hammasini, tushundingmi? Yur bitta choy ichaylik. Haytali. O, Haytali. Kechasi uxlamadingmi deyman, ha? Haligi Rajab domla boru, tepa qishloqdagi. Shuni olib kelsammi? Bir o'qib qo'ysa tuzalib ketarmiding deyman-da, ha? Nima deysan? Pulini o'ylama, men o'zim haligi hal qilaman. Siqilma. Tushundingmi? Hammasi joyida bo'ladi. Mana aka choy. Obke. Ke, o'tir, o'zing ham ichib olgin. Ishlaringni keyin qilasan. Zaykajon, nima damlading? Suv olib keldingmi? Choy akajon. Bu qanaqa choy? Bilasan-ku men qanaqa choy ichishimni. Nima edi? Quruq choy tugagan ekan aka. Ha, quruq choy tugagan bo'lsa, o'zimga aytmaysanmi? Haytali. Nima deydi? 3 marta ishora qilyapti. Otam aytayaptilar-ki, bir pochka choy oldin 3 oyga yetardi, hozir esa 3 kunga ham yetmayapti. Ha, Haytali. Men o'zim quruq choy olib kelaman. Siqilma. Bor, yana suv qo'ygin. Men hozir quruq choy olib kelaman. Eshit meni. Haytali. Shu zuvko'ying kuysa ham, lekin shu zihnaliging qolmadi-da. Bu 2 kunlik dunyoda kimga yig'asan? Ha? Nima uchun yig'asan? Ha? Nima uchun? Katta ol, katta ye. Nima deyishni ham bilmayman senga. Assalomu alaykum, hormanglar. Ishinglar barordan kelsin. Kimdir eshikni urib sindirdi shekilli. Hech narsa bo'lmadimi? Tormoz ishlamay qoldi. Abu! Ha, mana boryapman. O, Abu! Ha! Bu bola urib eshik-peshikni sindiradi-yu.
O bola tinchlikmi? Eshikni urib sindirasan. Na muncha vahima qilasan? Sotishga sotding, tormozini sozlamaysanmi? Mayli, ke oldin ko'rish. Yaxshimisan, ishlaring yaxshimi? Hamma Nima tinchmi? bo'ldi o'zi? Nima qilding? Tormoz ishlamayapti. Nima gap, tinchmi Tormoz hamma? ishlamasa, ehtiyot bo'lsang bo'lmaydimi? Sen ham bir tuzuq narsa sotmaysan. Unaqa qilmaginda. Sotganimda yaxshi edi-yu. Samar shuni Mirzoga 200 ga sotibdi. Lekin sen meni sinfdoshim bo'la turib, bir joyda o'tirib menga 400 ga sotding. Insofing ham qolmadi. Nima? Qaysi Samar? O'sha qovoq kalla Samarnimi? Men to'g'risini aytyapman. O Sen 400 ga gapiraveradi, sotding. muhimi seni xizmatingni qilyaptimi? Mana haydab yuribsan u. Bo'pti. Ozroq ishlarim bor. Ha, bo'pti. Haytal aka yaxshimi? Haytali shu, har xil ishoralar qilib hovlini aylanib yuribdi. Menga qara. Buni ol. Nima bu? O'sha aytgan dorilaringmi? Oqini uxlashdan oldin berasan. Sarig'i bor-ku, unisini yemni berishdan oldin berasan. Xo'pmi? Yemini? Yemini deyapsanmi? Hayolimda molga deyapman. Uzr. Hayvonlar bilan yuraverib, hamma senga hayvon bo'lib qopti-yu, ha? Bo'pti, men uyga boray. Tinchlikmi? Keling deb iltimos qildi, moli kasal ekan. Shohajon, bir ish qil. Meni eshit. Magazinga borib kelishim kerak. Velosipedingni berib tur. Iltimos, quruq choy olib kelaman. Chifir choy ichmaganimga boshim aylanib g'alati bo'lib ketyapman. Meni ham ishlarim bor edi. Boraman kelaman. Ke U yerda iltimos. ishim bor-da. Qancha ishimni bitirishim kerak hali. Borib kelganimdan keyin olib ketaverasan. Unda Feruzni uyga olib kel. Feruz ishga bordi. Agar bormasam o'zing kelib olib ketasan. Xizmatga olganman, ha? Hop, mayli. Radnoy, jigar. Kechroq qo'ng'iroq qilaman. Xo'p, mayli. Shomurod ekan. O'zimizni shoh. Aytgandim-ku. Qaysidir professorga borgandi. Shunga men ham bitta ikkita dori aytgandim. Dushanbedan olib ketdi. Bittasini uxlashdan oldin ichasan. Mana bu oqini aytdi. Sarig'ini bir kunda adashmasam 3 marta ichasan. Ke, hozir bittasini ichib ko'rgin. Ke, bitta proba qilgin. Hozir bittasini ichib ko'rasan. Unchalik hidi yo'q ekan. Ovozingni chiqaradi. Ozroq quysang bo'ladi. Yana tomog'ingni kuydirmasin. Ol. Seni foydang uchun u. Ovozingni chiqaradi axir. Inshaalloh shu dori seni tuzatadi. Unda men borib mulla Rajabni olib kelay. Sen bemalol choyingni ichaver. Quruq choy olib kelaman. Nasib qilsa tez borib kelaman. Tushundingmi? Shomurodni veligini oldim. Tezda borib kelaman.
Bu boshqa gap. Hali kelasan. Albatta kelishing kerak. Yolg'iz jiyaningni to'yini sensiz o'tkazamizmi? Bunaqasi ketmaydi. Kim bilan kelasan? Kim bilan? Nuriya? Bu boshqa gap. Men u go'zal jiyanimni sog'indim. Ha, kel. Biletni olishing bilan xabar ber. Men Eminni jo'nataman. Seni kutib oladi, xo'pmi? Ha, xo'p, ko'rishamiz. Xo'p. Inshaalloh. Xo'p, xayr. Choydan iching dadasi. Rahmat. Singlingiz kelar ekanmi? Kelar ekan. Juda yaxshi. Kelishsin. Nuriya ham kelar ekan. Shunisiga juda xursand yaxshi. bo'ldim. Yaxshi. Ilohi amin. Parvardigor shu birodarimizga shifoi komil bergin. Sog'ayib ketsin. Amin. Ya Robbil alamin. Haydalijon, siqilma. Bu kunlar ham o'tib ketadi. Inshaalloh yaxshi bo'lasan. Marakalarda ham hamma qo'shnilar seni so'rashdi. Hamsoyamizga nima bo'ldi deb. Inshaalloh hali Xudo xohlasa ovozing ham chiqadi. Bizni duolarimizni dami ham ancha muncha emas. Sen siqilma. Sog'ayib ketasan. To'g'ri aytayapti. Bu bratimni nafasini dami bobosidan o'tganda avlodida bor. Buni gapirishni hojati yo'q, lekin nafasi olmosni tig'iday o'tkir. Inshaalloh yaxshi bo'lasan. Abujon. Turasizmi? Ilohi amin. Parvardigor shu birodarimizni o'z panohida asrasin. Tezroq sog'ayib ketsin. Amin. Ya Robbil alamin. Xush kelibsiz. Endi menga qarang. Buni biror bir jimpin urmaganmi nima balo? Abujon. Siqilma. Men hech narsa ko'rmadim. Jin buni ko'rsa qochadi. Inshaalloh tuzaladi. Meni Ovozi o'ylashimcha chiqib. buni jimpin urgan. Yo'q. Inshaalloh yaxshi bo'ladi. Yo'q bo'lsa yaxshi. Abujon, Ha. bu kimning velosipedi? O'zimniki? Yaxshi velosiped ekan. Menga ham bitta velosiped kerak. Qishloqda u yoqdan bu yoqqa piyoda yuraman. Oyoqlarim Sotib og'riydi. olmoqchimisiz? Ha? Sotasanmi? Bo'lmasa oling. Arzon qilib beraman sizga. Jigarimsiz-u. Nech pulga sotasan? Siz endi mayli 500 bera qoling. Yo'q. 500 qimmat. Arzon qil. Arzonroq. Ham 50 Iltimos, so'm. arzon qil. 450 naqd bering mayli, ola qoling. Abujon, bir maslahat. Shu cho'ntagimda qancha bo'lsa beraman. 10 so'm bo'lsa-chi? Balki 1 so'm bo'lsa-chi? Osh bo'lsin. Keyin nima Nech qilaman? pul bo'lsa ham osh bo'lsin. Erkakni lafzi halol deyishadi. Mana bunisini ham ol. Buni ham ol. Buni ham ol. Bu cho'ntagimni barakasi. Erkak kishining cho'ntagida pul bo'lishi kerak-da. To'g'rimi? Turmasa bo'lmaydi. Mayli, bunisini oling. Qo'l haqqi. Haytali uchun. Bu Kerak emas edi. 100 so'mga bir yaxshilab duo Yana qilib bering. qanaqa duo? Ha, endi bitta lyubofim uchun-da. Bo'la qoling. Ha, tushundim. Sevib qoldingmi? Ha, endi. Mayli. Ilohi amin. Parvardigor, ilohi amin. Sevganing bilan baxtli qilsin. Serfarzand bo'linglar. Ilohim qo'sha qarib yuringlar. Ismi Guli. Gulyami? Shu Gulya bilan baxtli bo'linglar. Baxting ochilib Amin. ketsin. Amin. Allohu akbar. Xush kelibsiz. Velosiped meniki bo'ldi, ha? Ha, endi sizniki. O'zi sizga mos. Ko'rdingizmi? Usti boshingiz bilan zo'r turdi ketdik. Yaxshi. Yuring. Ajoyib bo'ldi-da. Ha, Toybolli. Assalomu alaykum. Yaxshimi? Sanga qalaysan? Yaxshi. Yaxshisiz aka? Yaxshimisan? Oshqovoq, oxirgi paytlar sen o'zingdan ketibsan-a? Odam tuproqdan yaralgan. Yo'q aka. Keyin yana tuproqqa qaytadi. Bilasanmi shuni? Menga qara. Nima u qo'lingdagi? Ha, nima Hech u? narsa. Soat oling aka, bu ham zaloq. Berchi bu yoqqa. Qanaqa soat bu? Qizarib ketibdi. Xitoynikimi? Ishlamaydi. Ishlamasa nimaga menga berasan?
Sen qayerga yuribsan? Shu dala ishlarida aka yuribmiz. Ha, Sangak, nima gap? Hech nima aka, o'sha masala uchun keldim. Zalog masalasimi? O'sha aytib bergani. Ha, qani nima gap? Nima qilding? Manzilni olib keldingmi? Kim u? Nima u? Ha. Aka, o'sha aytgandim-ku, o'sha kambag'al bola bir qizni yaxshi ko'radi deb. Menga qara. Senga aytdim-ku, menga hincha-pincha kino aytmagin deb, tushundingmi? Qisqa va lo'nda, shu odammi deb ayt, mochka qilish kerak edi, bo'ldi. Sabrazit qilib bir tarafli qilamiz, bo'ldi. Tushunyapsanmi? Nega sen yana hincha kinolar qilib gapiryapsan? Aka, bir daqiqa, meni eshiting. Eshitama, gapir. Gapir, qo'rqmasdan gapir. Nega qo'rqadi? Aka, o'sha kambag'al bola bir qizni yaxshi ko'radi-da. Aha. Lekin u qizni boy bolaga majburlab turmushga berishyapti. Aha. Kim ekan o'sha kambag'al bola? Men aka. Vohliroq aytsang bo'lmasmidi o'sha menman deb. Boy kim ekan? Boy aka, bitta bankir. Bankir? Ha, Dushanbe. Kim u? Manzili bormi? Nomerimi, ismimi, nasabimi? Ha aka, ismini bilaman. Ismi nima ekan? Haligi ismi Emin. Kim? Emin aka. Emin? Ha. Prosta Eminmi? Yo'q. Oddiy Emin. Emin. Toy bola. Kelinning ismi nima? Ha? Zaynab, Haytal akaning qizi. Zaynab? Ha. Haytali? Ha. O'zimizni Haytali. Ha, ziqni. Ha. Toy bola. Sen nima deyotganingni bilasanmi? Ahmoq bola. Hey! Toy bola. Menga qara. Ha, bu yuraging filli yuragidek ekan-u, ha? Nima qilish kerak, ayt. Tez gapir, nima qilish kerak, Sangali? Boshim qaynab ketyapti, tez gapir. Nima qilish kerak? Bo'l, tez. Shu to'yni qaytarish kerak aka. To'yni qaytarish kerak? Ha. Men nima qilay? Siz to'yni qaytara olasiz. Shu to'yni qaytaring. Xudo haqqi, men u qizni sevaman. Toy bola. Xullas, gapni eshit. Shu paytgacha hali hech kim Abu bilan yuzma-yuz bunday gaplarni gaplashmagan. Jigarchiligimiz hurmati duxing yetib menga shu gaplarni aytding. Seni hurmat qilaman. Tushundingmi? Lekin oshirib yorma. Hamma narsani chegarasi bor, tushundingmi? Ha. To'yni qaytarish kerak bo'ldimi? Ha. Faqat bitta nosi bor. Nima? Ta'lim puliga biror narsang bormi o'zi? Ha aka, o'g'lim to'la mol qo'y. Mol qo'yingni nima qilaman? Cho'ponmanmi senga? Puling bormi, puling? Ha, sotsak pul bo'ladi aka. Bo'ldi. Agar pul yetmasa, buyuragimni sotaman aka, kerak bo'lsa. Yo'qol, buyuraging bilan. Menga invalid kasal kuyov nima kerak? Buyuraging o'zingga nasib qilsin, tushundingmi? Xo'p. Pulingni sabrazit qil. Mol holingni bir taraf qil. Keyin meni oldimga kel, gaplashamiz. Tushundingmi meni? To'yni qaytarasiz aka? Ishing hal. Lekin tezroq harakat qil. Bilasana, vaqting kam qolgan. 20-chida to'y. Xo'p aka, bozorga olib boraman, sotib pulini olib kelaman. Qaytarasiz? Gap oramizda qolsin. Endi bor, kallangni ishlatib ko'r. Rahmat. Mayli aka. Bu Sangakni yuragi filnikidaymi deyman-da? Ha, bu bilan hech kim bunday gaplashmagandi.
Ammajon, Istanbul joydami? Istanbul joyda. Emin necha marta aytdim menga amma dema deb. Nima dey unda? Opa de. Men hali yoshman. Ammamdan a. Ammang hali yoshda. Kimdir bormi? Hech kim yo'qmi deyman. O, opajonim o'zimni. Yaxshimisiz? Qalaysan? Sog'liqlaring yaxshimi? Ammajonim o'zimni. Oho, go'zal jiyanim. Ammajon xush kelibsiz. Meni amma dema, opa degin. Opajon xush kelibsiz. Ofarin. Qani, bolani ochi. Jonim meni. Qani kel. Kel Katta menga. bo'lib bizni tanimayapti-ya. Bolani qorni ochibdi. Uyqusi ham qorni Men keldi. sumkalarni olib kelaman. Qani yur. Uxlaymiz-a? Uy o'zim asalim. Tog'am, kelinoyim uyda yo'qmi? Keladilar ozroq to'y tashvishlari bilan. Hozir bo'ldi, yig'lamang. Siz kiravering. Bo'ldi, qani. Xo'p. Bo'ldi. Hozir mana. Sangaliboy. Shomurat aka, Qalaysan? yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Tinchmi? Rahmat. Shu mollarni sotyapman-da aka. Yana bozorga olib keldingmi bularni? Ha, Tinchmi o'zi? ha yana pul kerak shuning uchun. Ola buqachang qani? Uni sotdim aka. Shu yerdagilar olishdi. Men ola buqachangni olaman degandim, darrov sotib yuboribsan. Qo'ya. Aka kecha uyga kelganda aytmadingiz-ku. O'zim olaman degandim-ku, ukam. Uyga mol qilmoqchi edim. Aytmadingiz aka. Xo'p, bo'pti, men qara. Shu ikkalasimi qolgani? Ha, keling, sotishga yordam Agar bering. ikkalasini sotib bersam, bitta obed olib Ha, bersam. bo'ldi, borib oshni zo'ridan Bo'pti, yeymiz. hozir sotib beraman sangali. Bir ilojini qiling aka. Hozir. Haloyiq! Mana buqachalarni arzon qildik. Bitta ko'ring aka. Ko'ring. Aka, ayting, mollarimni urmasin, tushundingizmi? Urmanglar. Bu mollarni ko'ring. Keyin gapirasiz. Xo'pmi? Ikkalasini Urmanglar. nech pul bu? Bir marta ko'ring aka. Ko'rdim, narxi qancha? Har birini 7000 dan deyapmiz. 6,5 mingdan 13 ming. 13 Yo'q ming. aka, bo'lmaydi. Yo'q, yana ozroq qo'shing. 13 ming. qo'shing. Yana 100. Ha, mayli, mana 100 Yana 100. qo'shdim ustiga. Yana 100. Aka, arzon-ku. Yo'q, arzon emas. Bo'ldi, baraka. Bo'lmaydi, arzon. Xudo barakasini bersin. Arzon Qimmatga deyaverma. olganman. Barakasini bersin. Bo'ldi. Aka, mana puli. Bunisini ol. Yana 100 so'm ustida. Oling. 13,5 ming aka. 13,5 ming a? Sanab oling. Barakasini Yo'q, aka. bersin. Bo'lmaydi. Rozi bo'l. Bo'lmaydi, aka. Bo'ldi, o'zim hal qilaman aka. Bo'ldi. Qo'lini uzib Rozi olingiz, bo'ldi. aka. Bo'ldi, Rozi xo'p, bo'l. mayli, Bo'ldi. roziman. Boshqa hech kim olmaydi bu molingni. Xo'pmi? Hech kim olmaydi. Roziman. Rozi bo'l. Bo'pti. Xo'p, mayli, Bo'pti xo'p, aka. xo'p. Qani, Qani, do'stim. 5 oling. Rozi. Bo'pti. Bering qo'lda. Boriga baraka. Buyursin. Baraka. Qani yur. Qani yur. Sotdingiz-da, rozi aka. bo'ling. Nega qaysarsan? Sog' bo'ling. Qani yur. Rahmat. Bu mol Bo'ldi. sotiladimi? Sotdik molni. Axir aka, men ularni qancha Bozorda boqqandim. mol ko'p, ko'rmayapsanmi? Yur oldimga tush. Husnora momo. Voy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom bolam. Hormang. Rahmat. Sinora momo, uyingiz bu tomonda-ku. Siz bu yoqqa ketyapsiz. Haytalini uyiga. Axir to'ylari bor-ku, to'y. Zaynabni to'yiga kechasi qo'shnilar bilan ko'rpacha qovidik sovg'a qilib olib boryapman. Sovg'a. Ha, keling biz yordam beramiz. Qaniydi, shunday qilsalaring-a. Ha, bolalarim, Xudo barakalaringni bersin. Rahmat u. Sinora momo. Ha, Bir gap aytaman, xafa bo'lmaysiz. nima? Haytali ziqna bor-ku. Juda katta xato ish qildi, bilasizmi? Yo'q, Qanaqasiga bilmaysiz? nima qildi? Shu qizni bizni o'rtog'imizga bersa, nima qilardi? Osmon uzilib yerga tusharmidi? O'rtog'ing kim? Ha, kim bo'lardi? Haligi sangali. Ha,
bolam nasib qilmagan ekan hech gap emas. Hali Sangaliga Zaynabdan ham yaxshi qiz chiqadi. Mana ko'rasan, o'zim topaman. Husnora momo, uni qalbidagi sevgini siz qayerdan ham bilardingiz? Sevgini sen qayerdan ham bilarding? Agar men hozir senga hayotimni gapirsam, hechcha kinolar qolib ketadi, keyin yig'lab yurasan. Shuning uchun ham yolg'iz qolgansiz haligacha. Bore. Hazillashdik-da. Tez yur. Toy bola, nega kech qolding? Yaxshimisiz aka, mana olib keldim. 1 soatdan beri seni kutyapman. Nima bo'ldi? Ishlarni hal qildingmi? Ha aka. Qani ko'rsat. Hammasini olib keldingmi? Ha aka. Mana. Hammasi shu yerdami? Ha aka. O'sha aytganimmi? Ha. Bo'ldi Sangak, ishing hal. Bor umidim sizdan aka. 100%. Umid qilamanki, ishimni hal qilasiz. Nasib qilsa umiding puchga chiqmaydi, lekin bu gap shu yerda qolsin. Tushundingmi meni? Xo'p aka. Bo'pti unda. Ishlaringni qil sen ham. Mayli akajon. Haytali, u tomonga qara, u tomonga, bemalol. Yo'q, u tomonga. Bitta ukol qilamiz, yaxshi bo'lib ketasan. Ey bola, bu nimaga o'zi? Bu allergiya bermaydi. Nimaga allergiya deyapsan? Hammasi joyida. Allergiya bervormasin tag'in, ey. Yo'q. Qaysi? Sen unisi qil. Shoma. Bu kichkina, kattarog'ini ol. Bunisi nima? Ha, shu. Bo'ladi, ha. Ol. Bu bilasanmi nima uchun? Bu katta mollarga. Bu odam Yo'q. ko'p bo'lib qoladi. Moldan nima farqi bor buni? Nima farqi bor? Men qilmayman. Buni jonim moldan ham baquvvat. Men qilmayman. Ol, o'zing qil. Bo'pti, sol. Men qilmayman dedim. Haytali, shu ignachani aytaman. Ignacha bilan ukol qilaylik, a? Men qamalishni istamayman. Men o'zim javob beraman. Qani ol, bo'l. Bo'ldi, yetadi. Qani ur. Bo'la qol. Bismillah, o'zing qil. Yapki. Qayerga uray? Shu yerga. Yo'q. Pasroq. Qayerga uray bo'lmasa? Mana bu yergami? Voy, onajonim! Shomurat, sur bu yerdan. Men ko'p ishlab tura olmayman. Bo'la qol. Shomurat! Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima gap? Jayron qalay ekan, Jayron? Kimni jayroni? Kimni jayroni bo'lishi mumkin? Sherni ko'rmayapsanmi? Sherman-ku. O'zingnikimi? Pulni qayerdan olding? Ha, yana pul deding. Sabrazit qildim bo'ldi. Hayoling faqat pulda, a? Pul o'lsin. Pulsiz qanday sotib olasan? Men sotib olmayman. Men sabrazit qilaman, jigar. Qo'ysangchi. Raqami nechi? Bu 666 O pami? Endi buni biladiganlar tushunadi-da o'zi.
Lekin raqami nima ekan, a? Nima deyishardi? Haligi Nima deyiladi? Agar tushungan bo'lsang, qani ayt, bir ko'raylik. Diavolskiymi nima edi? Tushunarkansan u. Diavolskiy deyishardi. Ha, o'zing ham paytida ko'chada yurganmisan deyman, ha? Shunchaki abu. 18 bu. Erkak sher, shunchaki bu. Shunchaki abu. Jigar, radnoy kraska. Zo'r-ku. Ha, bu toychoq, paket. Lekin gap yo'q. Prosta abu. Nima prosta abu? Nima ma'nosi bor? Prosta bu erkak sherni ko'rdingmi? Qanday qilib oddiy qilib tushuntirsam ekan. Mana shu sher, Ha. abu mana shu sher yigit. Ha. Mana shu sher yigit delokassatsiya qilib, prosta hal qilaman. Tushundingmi? Ha. Avtomatni nima ma'nosi bor? Bu samazashiti, jon saqlovchi, yurakni quvvati. Haligi ko'ngling to'q bo'lib turadi-da. Ha, qalay ekan? Ha, yaxshi, muborak bo'lsin. Ko'paysin. Ha. Nega eshik yopilmayapti? Ha? Qanaqasiga? Gubkavat Bir qilingan-ku. o'tirib ko'rsam bo'ladimi? Ham bemalol o'tir, balki yarashar. Xo'p. Qalay endi, yarashdi. Lekin haqiqatdan erkakni mashinasi ekan. Hozir sen shunaqa mashinalarga yarashasan. Mashina zo'r ekan lekin. Ha? Ha, bu endi bir haydashga berasanmi? Albatta, pravang bormi? Ha. Soyuz davridagi pravam bor. Haydashni bilasanmi o'zi? 2 kunlik bolakay endi menga o'rgatasanmi? Men askarligimda armiyada tanklarni haydaganman. Tank boshqa, jayron boshqa. Haydaymanki, zev vertolyot qilib. Benzinni quyda haydayver bemalol, nima bo'pti? Benzin? Ha, suvga yurmaydi-yu bu. To'g'risini aytsam, necha yildan beri haydamaganman. Haydamaganimga esimdan chiqib ketgan. Kel, o'zing hayda. Haydashni bilmayman. Qani, o'zing hayda, kela qol. Bo'la qol. Buyursin, o'zing hayda. Muborak bo'lsin. Ha, endi oqligini qanaqa qilib sabrazat qilasan? Oqligi? Ha? Zaynab. O Zaynab. Oq qand bilan un olib kel. Unni nima qilasan, ey? Oqlikda. Oqlik? Men hozir mo'ka qilib keldim o'zi. Oqlikni sepsang, ana baraka bo'ladi. Oqlikni qo'y, men boshqa narsani nazarda tutgandim. Qo'ysangchi. Oqlikni sepgandan keyin balki jip olarsan. Qayerdan bilasan, ha? Menga jip kerak emas. O'zimni jayranim yetadi. Bo'ldi, gapni ko'paytirma. Mana otajon olib chiqdim. Bo'ldi. Ber. Mana, barakasini bersin. Tagidan Hey! shamol o'tib yursin. To'xta. Muborak Bir bor bo'lsin, muborak akajon. bo'lsin. Buni ko'p sepma. jayronni rasvo Uvol bo'ladi. qildilaring-ku, Shu ota oqlik bola. yetadi bunga. Yaqindagina yuvdiruvdim. Rasvosini chiqardilaring. Jip olganingda bir piyola sepaman. Tushundingmi? Jipni o'zing olib hayda. Abu. Meni jayronimni rasvo qildilaring. Abu. Nima qilgani endi bu? I love you. Ha, jayronim meni, jayroncham. Hali ko'p xizmat qilasan menga. Bizni bankimizga xush kelibsiz. Sizga qanday yordam kerak? Qarz olmoqchiman. Nima uchun siz qarz olmoqchisiz? To'yim bor. O'zingizni to'yingizmi? Hazillashyapsanmi? Qizimni turmushga beryapman. Siz biror bankdan qarz olganmisiz, tog'a?
Yo'q, birinchi marta qarz olyapman. Qancha olmoqchisiz? Pasportingiz bormi? Ha, Marhamat, pasportingizni bering. 20 ming olaman. Bir qancha kishidan so'rab ko'rdim. Eng past foizni sizni bankingiz berar ekan. Shuning uchun bu yerga keldim. To'g'ri. Mana shu yerga imzo qo'ying. Mana pasportingiz. Marhamat qilib mana bu hujjatlarni oling-da. Pullaringizni kassadan borib olasiz. Salomat bo'l. Kassa qayerda, ukajon? O'ng qo'ldagi ikkinchi kassa. Xo'p. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nima xizmat? Mana marhamat. Marhamat, shu joyga imzo qo'ying. 1-2 daqiqa kutib turing. Marhamat, mana pullaringiz. Pasportingiz va chekingiz. Oling. Nimadir dedingmi? Yo'q, bemalol pullaringizni qildim. sanayvering. Yana bir marta sanayman. Yerdan topsang ham sanab olishing kerak. Pul hisobni yaxshi ko'radi. Juda chiroyli sanarkansiz. U apparatga ham ishonch yo'q. Uni ham odam ixtiro qilgan. Men o'zim bir sanab olishim kerak. Xo'pmi? To'g'ri ekan. Mayli, salomat. Xush kelibsiz aka. Yana keling. Abu, keldingmi? Ke. Hammasini oldingmi? Hammasini oldim. Qoyil. Ortig'i bilan oldim. Ha. Mana. Sabzi, piyoz, yog', Ha, hamma aytganingni oldim. sabzi. Yo'q, qancha olding? Yog' 2 ta aytganding. 4 ta oldim. Ikkita yetardi. Ikkita degandim-u. Axir to'y qilyapsan. Nahorga osh qilishing bor. Qanchadan qancha mehmonlar keladi. Marakaga deb zavoddan hammasini olmaysan-ku. Ikkitasi ortiqcha. Nima qilaman buni? Ko'p-ko'pda. Bu ham sabzi, bunisi ham sabzi. Shu sabzi o'zi yetardi. To'g'ralganini nega olding? Ha? To'g'ralgani oshga, bunisi sho'rvaga, pervi vtoroy. Pervi vtoroyingni u yoqda aytasan. Bu yerda bitta pervi aytiladi. Bu yerda tanzim bor faqat. Bitta ovqat mumkin, boshqa mumkin emas. Tanzimi nima yana? Tanzimmi nimamish? Hali bir taraf kelsin, keyin bilasan nimaligini. Quloq sol. Jarima qilsa pulini berasanmi? Mana men beraman. Dela kasatsa qilsa beraman. Bilasanmi, kasatsa qilmaydi. Ha, problema yo'q-ku. Shuncha sabzi nimaga kerak? Yana to'g'ralgan sabzi. Ayollar bekor-ku, hammasini o'zlari qilardi. Ko'p gapirmay ko'tar. Seni qarayu.
Buni qara, shuncha narsa nimaga kerak? Bo'la qol. Bu nima yana? 2 qop piyoz olibsanmi? Seni qara. Sen boshqa xarid qilma, tushundingmi? To'y. Go'shtni men o'zim olib kelaman. Qopmi? Men o'zim. Sen borma. Ro'yxatingdagi hech nimaga yetmaydi. Qo'rqma, seni yarim qara, pulini yo'q. o'zim to'laganman. Men borganimda hammasi yetardi. Seni parvoyingga ham kelmaydi. Pulni hammasini sochasan. Ko'p gapirmasdan ol, ko'tar. Tez qimirla. Birovni puliga boyvachchalik qiladigan ahmoq. Na insof bor, na puli bor. O'rgildim sendan. Ming'ir qilib jonga tegdi bu ziqna chol. Indamasdan rahmat deb bo'lavermaydimi? O'rgildim sendan. Yaramas. Patsanlar, bu yoqqa kellaringchi. Aka, Qalaysanlar? assalomu alaykum. Kim o'g'lisanlar? Mehriboy akani o'g'illarimiz. Mehriboy akani? Ha, yaxshi. Qani bir yordam qillaringchi? Mana bu narsalarni tushirishga qarashib yuborlaring. Senlardek paytimda kattalarga yordam berganman. Ha, malades. Polvon ekansanlar-ku, ha? Qoyil. Juda ham chiroyli chiqdi. Ha, yoqqan bo'lsa bo'ldi. Qolganlarini fasoni ham bulardan ham chiroyli ekan. Qara, ko'ynaklaringni juda ham chiroyli qilib tikib beribdi. Senga ham yoqdimi? Ha, yoqdi. Voy tavba. Menga Sangarini qarayaptimi? ahvolini qara. Kuldirmang. Kulaverchi, Haytalini qizi hali ko'ramiz. Bola. Sen bolani hisobing bormi yo'qmi? Bu bechora qo'yni nega so'yding? Nima deganing nega? Bu qo'yni nega so'yding deyapman. Ha, bu qo'yni so'yish uchun oldik-ku. Sen oldin bir og'iz kattalardan so'ramaysanmi, so'yaymi yo'qmi deb 4,5 kilo go'sht olganman-ku. Buni nimaga so'yding? Ha, ko'rdim o'sha 4,5 kilo go'shtingni. Ko'tara suyak-ku, nima olib kelding? Xalqqa nima berasan o'zi? Suyak berasanmi? 4,5 kilo lahm go'sht olib kelganman. Ko'rdim go'shtingni. Necha yildan beri odamlarning to'yini yeb yuribsan, ma'rakalarga borib yuribsan-ku. Nima, endi xalqqa qoq suyak berasanmi? Odamlarni to'yini yeb yuribman. Men bilaman qanday to'y qiladi. Bitta tovuq go'shti bilan to'y qiladi, tushundingmi? Go'sht yetmasa, tepasiga tuxum qo'yib beramiz. O'tib ketaveradi. Buni ozg'inligini qara. Agar men buni boqqanimda bilasanmi, qancha dumba qilardi? Bu dumba nima? Ha, axir ko'rmayapsanmi, dumba-ku. Odam bir ish qilishdan oldin egasidan so'raydi. Dumbamish. Shu ham dumbami nima bu? Sen hali dumbani ko'rmabsan. Mana dumba. Mana dumba. Seni qara. Qo'yni uvol qildi-ya bu ahmoq. Ha, normali dumba. Aka bolam. Bismillahirrohmanirrohim. Rahmat bolam, ko'p yasha. Sen ham kuyov bo'l. Assalomu alaykum. Keling. Xush kelibsiz mehmonlar. Qani kiringlar. To'ylar muborak Qani bo'lsin. yuringlar. Assalomu alaykum. Qani o'tinglar. Uyni kattasiga olib kiringlar. Qani uyga olib kiringlar. Assalomu Kelinglar. alaykum. To'ylar muborak bo'lsin. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. Qani xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Rahmat. Haytal aka muborak bo'lsin. Qani o'tinglar. Assalomu alaykum, Haytal aka. Rahmat. Yaxshimisiz? Sizlarga ham to'ylar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Traktoringni olib kelmabsan-da, bahonada yerimni haydab Narigi berardim. joyni tugatay, keyin kelib haydab beraman. Shunaqa qilgin baraka topib ko'r. Ha, oz To'yga bo'lsa ham to'yona mana buni bo'lardi. olib qo'ying. Qo'ysang-chi. Oling. Qani kiringlar. Assalomu alaykum. Taqsir keling. Haytal aka, Xush yaxshimisiz? kelibsiz. Assalomu alaykum, Haytal aka. Qani, taqsir. Assalomu alaykum. Taqsir, xush kelibsiz. bo'lsin. Rahmat. Marhamat. Muborak bo'lsin. Qani bering. Xo'p. Bering. Xo'p. Laganlarni tayyorla. Osh tayyor bo'lib qoldimi? Osh tayyor bo'ldi, ha. Taqsir bu yoqqa keling. Bir duo qiling. Keling mulla, duo qiling. Xo'p. Duo qiling. Ilohi amin.
Xudo o'zi barakasini bersin. Yegan ichganlarni savobi o'tganlarga yetsin. Yoshlar baxtli bo'lsin, haytalani qizi baxtli bo'lsin va kissasi to'la pul bo'lsin. Amin. Alloh akbar. Qani yuring mulla. Uyga. Qani yuring. Oshni suzinglar. Xo'p. O, jigarlar, osh pishdimi? Menimcha jackpot osh bo'lgan. Hidini qara, hidini. Buni yeb mast bo'lasan. Ey, biror kamchilik yo'qmi? Hammasi joydami? Biror xizmat yo'qmi menga? Hammasi yaxshi. O, buni qara, juda zo'r-a. Men mehmonlarga bir qarab kelay. Kelaman hozir. Tashakkur. Xo'p, xatman yetkazaman. Quloq sol Alijon. Kelganingda juda yaxshi bo'lardi. Juda xursand bo'lardim. Kutayotgandim. Xo'p. Lekin yozda albatta kel. Kutaman. Xo'p, Xudoni panohida bo'l. Bo'pti, o'zingni ehtiyot qil. Ha, kim ekan dadasi? Ali og'a, Erondan. Ha. Kel olmas ekan. Xo'sh, xotin, nega ma'yussan, ha? Bilmasam, dadasi, ko'nglim negadir notinch. Qo'ysangchi. Bugun to'y bo'lyapti, to'y. O'g'limizni uylantiryapmiz, o'g'limizni. Xursandchilik qil, chehrangni och. Ey! Xo'p. Buni duxini, hidini qara. Ofarin. Qoyil, bizni toychoq qayerda qoldi? Ertalab chiqib ketgandi. Menimcha sartaroshga ketgan shekilli. To'g'ri qiladi. O'zi chiroyli-yu, mayli, yanada o'zini chiroyli qilsin. Onasi, o'g'linga qo'ng'iroq qil, tezroq kelsin, kechikmasdan. Mayli. Baxtiyor. Ishlar yaxshimi? Restoran? Mashinalar? Hammasi yaxshimi? Barakalla. Rahmat. Tashakkur. Ishlaringni qilaver. Xo'p. Qani o'tinglar. Assalomu alaykum. O'tiringlar. Mehmonlar, xush kelibsizlar. Kamchiliklar yo'qmi? Nima xizmat? Qani soling. Radnoy, jigar, sen go'shtni kam solyapsan. Nima bu? Xalqni oldida sharmanda qilasanlar. Bularga bo'laveradi. Ber. Men o'zim go'shtni solaman. Qani menga berchi? Bu yoqqa qara. Obor. Xo'p. Qani, mehmonlar, olinglar. Solganga yarasha ikkitadan solish kerak-da axir. Bu nimasi? Hammasi joyda-yu. Nima qilasiz? Go'shtini kamroq solsang bo'lmaydimi? Nimasi bu, ha? Yetadi. Sal yuragingni kengroq qilsangchi. Yetmay qoladi axir. Yetmaydi. Nimaga yetmas ekan? Yetmaydi, kamroq sol. Ko'plik qiladi, 50 kilolik qo'y so'yganman. To'xta. Mana bittasi bo'ladi. Bunaqa ko'p qo'ymanglar. Xo'pmi? Uyimni kuydirasizlar-ku. Ziqnalik qilma, xalq to'y deb kelishgan. Yetmay qolsa nima qilasan, ha? Nima qilasan? Yetadi. Nimaga yetmas ekan? Ko'plik qiladi. 50 kilolik qo'y so'yganman. Go'sht bilan boqmayman-ku. Bas, yetadi. Kamroq sol. Xo'pmi? Haytali bor, sen mehmonlarga qaragin, o'ralashma bitta. Jumaboy, sen bu yoqqa kel. Sen qoch bu yerdan. Bor, mehmonlarga qara. Jumaboy, o't bu yoqqa. Mehmonlar xush kelibsizlar. Kamchiliklar yo'qmi? Sho'xa. Sen qayerda yuribsan? Osh tugadi-yu. Begona bo'lganingda ham mayli-edi. Sinfdoshsan-u. Nima qilganing? Hammasi mayli-ku-ya. Velosiped qani? Qo'ysangchi shu velik-peligingni, borib oshningni. Velosipedim bo'lsa yaxshi edi-da, charchab ketdim. Gaplashamiz. Sen oshingni olgin. Oshib olay, keyin gaplashamiz, xo'pmi? Qani mulla, amin qiling. Ilohi amin. Xudovand haytalini qizini baxtini bersin. Serfarzand bo'lib, qo'shgani bilan qo'sha qarasin. Amin. Allohu akbar. Amin. Allohu akbar. Xush kelibsiz. Qani oling. Amaki, choydan oling. Rahmat. Choy iching. Rahmat. Ishlar yaxshimi uydagilar? Rahmat. Shomrot. Men senga qoyil qoldim. Zo'r doktor ekansan. Sen professorsan, olimsan. Bilasanmi shuni? Hozir senga osh olib kelaman. Yeb olgin. Dam olgin. Xo'pmi? Katta rahmat aka.
Qorningni to'yg'az. Rahmat aka, rahmat. Yaxshi o'tir, bo'pti. Rahmat. Mayli, Rahmat, xush sog' kelibsizlar. bo'ling. Bitta duo qiling. Duo qiling. Amin. Ilohi amin. Shu yoshlar baxtli bo'lsin, qo'sha qarib baxtli bo'lsin. Alloh akbar. Men hozir oshib kelaman. Rahmat. Choydan iching, choydan. Xo'p. Nega men qizarib ketdim? Qon bosimingiz balandmi, opajon? Bilmayman. Yuzim negadir qizardi. Ammajon, har narsaga ahamiyat beravermang. Havo issiq, balki shungamikin. Zulayho, Labbay. sen kelinni ko'rganmisan? Ha, ko'rganman. Kelin qayerda? Dadamni tug'ilgan yurtidan. Nima? Qishloqdanmi? Ha. Kelin eminga ma'qulmi o'zi? Ha, ma'qul. Chiroyli, odobli qiz. Sol dedimmi? Sol. Bo'l. Haytali, nima bu? Kimga olib ketyapsan? Nima qilganing bu? Bir juda ham hurmatli mehmonim bor. Hurmatli mehmon? Ha, nima qilganing bu? Hammaga bir xil qara, Haytali. Qadrdon u. Menga go'sht solma deysan, o'zing odam ajratasan. Abu, bor, ishingni qil. Bor. Faqat odamlarni ajratasan. Bunisi qadrdon, bunisi mashinali boy, kambag'al, faqat odam ajratgan ajratgan. Qaranglar, yangamni kutib olinglar. Nariga xonaga kirgizing. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qani kelinglar. Assalomu alaykum. To'ylar muborak bo'lsin, marhamat. Buyoqqa. Labay. Birinchi shu yosh bolalarni bir joyga o'tkazgin, qornini to'yg'az. Tushundingmi? Pastga shosha solib o'tkazsam bo'ladi. bo'ladimi? Birinchi bolalarga ber, bolalarning qorni to'ysin. Kattalar keyin yesa ham bo'laveradi. Xo'p, hozir. Tezlash. Xo'p. Osh qalay bo'pti? Yaxshi, xush kelibsizlar. Qizim baxtli bo'lsa bo'ldi. Xo'pmi? Qani bemalol yeb o'tiringlar. Qo'shgani bilan Xo'sh qo'sha bo'lsin. qarasin. Xo'sh, qalay o'tiribsizlar? Rahmat, Yaxshimi? yaxshi. Ma, qo'shiq. Rahmat. O'zini sevgilisi yo'qmidi? Sevgilisi. Ota-onam nima desa shu bo'ladi. Shaharda qiz chiqmadimi? Qishloqdan kelin qildilaring. Bilmayman. Opajon, muhimi Emin baxtli bo'lsin. Boshqa nima ham kerak? Sen bo'lganingda qishloqqa turmushga chiqarmiding? Chiqardim. Nega yo'q? Baxtli bo'lsam nega yo'q? Chiqaman albatta. Hozir shu kiyimimda qishloqqa boramanmi? Siz bilmasmidingiz? Biror chiroyli milliy ko'ylaging yo'qmi, mabodo? Ammajonga biron chiroyli milliy ko'ylak kiyg'azamiz-u, qishloqqa boramiz. Qancha qalin berishgan? Bilmayman. Baxtiyor aka bilan dadam bilishadi. Hatto oyim ham bilmaydilar. Alijonga ham olib kel, bola. Tez qimirla. Qara. Buni qara o'tirishini. Sher yigitda. Qani gapirchi Alyosh. Qani tez yesalaringchi. Sizlar qanaqa pahlavonsizlar? Sizlar millatni kelajagi sizlar. Kelajak avlodi sizlar. Qornilaringni to'g'izinglar, kelajak avlod. Tushunarlimi? Qani, bo'la qolinglar. Xush kelibsizlar. Rahmat, xushvaqt bo'ling. Osh yedinglarmi? Yoshlar baxtli bo'lsin. Rahmat. Xush kelibsizlar. Rahmat. Xo'p, Sog' bo'ling. xush kelibsizlar. Charchamang. Xush kelibsiz. Haytali. Ha? Qayerda yuribsan, Haytali? Mehmonlarni kuzatdim. Ha, buni Zumrat berdi. Haydarni xotini. Haydarni Ha, xotini. ha, mana buni traktorchini xotini berdi. Qoq. Ha. Baribir qoqda. Shuda endi mana bunga o'xshab bermaysanmi? Ziqna-ziqnada baribir. Shu ziqnalar ham ko'payib ketyapti-da. Jonga tegdi.
Siz terayotgan raqam o'chirilgan. Iltimos keyinroq qo'ng'iroq qiling. Siz terayotgan raqam o'chirilgan. Iltimos keyinroq qo'ng'iroq qiling. Siz terayotgan raqam o'chirilgan. Xo'sh. Nima gap? Nega turibsan? Biror nima qil. O'rtoqlaridan so'ra. Bu bola qayerda o'zi? O'likmi, tirikmi? So'ra. Tinchlaning, aka. Qanaqasiga tinchlanay? O'rtoqlari tashqarida, men so'radim. O'rtoqlari tashqarida bo'lsa nima deydi? Telefoni o'chiq. Men ham rosa qo'ng'iroq qildim, lekin o'chiq. Bolam-a. Bolam. Xush kelibsizlar, xush kelibsiz. Rahmat, salomat bo'linglar. Mayli, bo'pti Haytalijon. Haytal aka, bizga ruxsat. Mayli, xush kelibsiz. Xush kelibsan. Bo'pti, Haytalijon, bo'pti. Mayli. Bo'pti. mayli. Mulla bobo, shu oq soqolingizga o'lay o'zim. Bir haftadan beri shuni qidiraman. Bir haftadan beri qidiraman. Nimani qidirasan? Katta rahmat. Qo'lingni ol. Mulla bobo, bu meni velosipedim. Mulla bobo, bitta podadan ikkita molni sotdim. Prosta abudan sotib oldim. To'xta, sen insofing bormi, odammisan? Masjidda hurmatingizni qilishadi. Bo'ldi, qilinglar. Bering velosipetimni. O'zinglarni bosinglar, so'mga olganman. Bering dedim. Bering velosipetimni. Nima bo'lyapti? Bering. Bu meni velosipetim. Jinnimisanlar? Nima gap o'zi? Tinchlikmi? Nima g'alva? Abujon, bu meni velosipetim. To'g'rimi? Ayt, Abu. Menga qara, Mana bu bunga gapir. meni velosipedim. Tushundingmi? Men bu yerda to'y qilyapman. Bilaman. Uyimda to'y bo'lyapti. Ha, verigimni olaman, ketaman, bo'ldi. Qo'lingni ol. To'ydan keyin shaxsan o'zim razbaratsiya qilaman. Biror kamchilik bo'lsa uzr. Biz piyoda ketamizmi? Bo'pti, men ketdim. Yuringlar. Xush kelibsizlar. Bo'pti. Xafa bo'lmasdan ketinglar, xo'pmi? Axir meni velosipedim. Nega to'polon qilasizlar? Meni velosipetim. Keling, qo'lingizni yuving. Aslida bu meni veligim. Samardan sotib olganman. Asabiylashmang, mulla buva. Meni velosipetim qolib ketdi. Men hali gaplashaman. Qo'lingizni yuving. Hamma joyni qo'rqitib tashladingiz. Bu qishloqda hammani jinni qilib yuribdi. Bu tentak. Bu tentakni hali qamatmasam, bo'ldi, keyin gaplashasiz. Bo'ldi, jo'nang. Hali bir ukol qilamanki, joyidan tura olmaydigan bo'lib qoladi. Xush kelibsiz, yaxshi boring. Hali senlarni ham adabingni beraman. Bu meni veligim. Sizni ham, uniki ham emas. Nima gap? Nima gap dedim? Aka, faqat tinchlaning. Men uylanishni xohlamayman. Xorijga ketdim. Uzr. Seni yaramas bola. Seni qara-yu. Baxtiyor. Labay. Xudoga qo'ng'iroq qil. Tezroq qo'ng'iroq qil. Eyvoh. Nima dey? Hozir. Kim ekan? Labbay. Quda, yaxshimisiz? Xo'sh. Biz nahorga oshni o'tkazdik. Kuyovni kutyapmiz. Nima?
Haytal aka, Haytal aka, shu yerdamidingiz? Haytal aka, qishloqni bolalari kuyovni kelishiga yo'lni yopib qo'yishdi, pul so'rashyapti. Shunga biror nima qilishimiz kerak. O'zingiz borib gaplashasizmi, Haytal aka? Osh tugabdimi? Tog'a, Sen bor. Ana u zubachskani chaqirib, stullarni yig'ib turgin. Hozir Shohmardon keladi. xo'p, mayli aka. Ha, Haytali. Abu, Nima bo'ldi? Nima? quda qo'ng'iroq qilib aytdi. Atmen? To'y atmen? Ha. Nega atmen ha? Qanaqasiga atmen ha? Abu, Haytali. Boshidan senga aytgandim. Qizingni qalin pulisiz bersang shunaqa qadrsiz bo'ladi. Narxi yo'q, tekin narsani shunaqa qadri bo'lmaydi. Shunaqa yerga uradi, oyoq osti qilishadi, tushundingmi? Men senga boshdan aytganman. O'sha bola meni ko'zimga o'zini olovdek ko'rsatgandi. Ishonchim yo'q edi. Qalin pulisiz qizingni berma degandim, lekin baribir o'zingni aytganingni qilding. Sangali. Sangali! Sangali, bu yoqqa kel. Abu ishini qildi. Nima qildi? Qanaqasiga nima qildi? To'y atmen. Yes! Yes. Abu erkak. Kim aytadi? Sangali Haytalini kuyovi emas deb. Hech kim. Bu kunlarda Abu bor ekan. Sangaliga problema yo'qdir. Ohu nolalarim eshitmaganding Haytali, yuragim kuygan bechora oshiq Sangali, uyingda to'y bo'lishini qilganding orzu, lekin bugun senga bo'ldi-ku motam. Zaynabimni yuragida ming alam. O'g'limni bo'shatgandim qizing uchun. Zaynabim meni, Zaynabim meni. Hey, 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 hey. Hey, o'g'limning go'zali meni. Hey. Hey! To'ylari muborak bo'lsin, Haytali. Seni to'ying muborak bo'lsin. Yo! Eminem bo'le, jo'rajon. Erkak. Men senga aytgandim. Abu, o'zingni bos, bo'ldi. Abu, Men u ablahni kallasini yo'q, olaman. Abu, Tushundingmi? Abu, unday qilma. Abu, o'zingni bos. Haytali. O'zingni ishingni qil, Radnoy. Men qiladigan ishimni qilaman. Men singlimni hech qachon xor qildirib qo'ymayman. Abu, Hammasi seni aybing, Haytali. Abu, Qudratlar bo'lsa nima qildi? Abu, Qo'rqadigan o'zingni ahmoq bos, yo'q. unday qilma. Hammasi uchun Abu, javob Abu, beradi. Abu, Endi o'zlaridan bo'ldi. ko'rsin. Abu, La'natlar. Abu, to'xta. Hali ular Abu. Abuning qanaqaligini unday qilma, bilmabdi. To'xta. Ya qoch dedim. Abu, Ol qo'lingni. to'xta. Voy, Abu. Abu. Voy, Abu. To'xta, iltimos, unday qilma. Abu. Abu. Hay Haytali. Haytali. Hay Haytali. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Bir baloni boshlamasa bo'ldi bu.